hurmatli ixtirochi va muhandislar, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi muhandislik loyihalari bo'yicha tanlov e'lon qiladi. Yo'q, rostdan. Bir urinib ko'r, balki o'xshab qolar. Xo'p, albatta topshirib ko'raman, tog'a. Ha, kim ekan? Tog'am telefon qildi. Muhandislik loyihalari bo'yicha tanlov e'lon qilinibdi, bobo. Bunaqa loyihalaringni kimga qizig'i bor? Albatta bizga Yoshlar akademiyasiga qiziq. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan muhandislik sohalarini rivojlantirish maqsadida eng yaxshi g'oya, eng yaxshi ixtiro va eng yaxshi loyiha yo'nalishlari bo'yicha respublika ko'rik tanlovi o'tkaziladi. Tanlovda o'qituvchi professorlar, amaliyotchi muhandislar va talaba yoshlar ishtirok etishi mumkin. G'oliblar 3 ta yo'nalishda aniqlanib, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 9 nafar ishtirokchi elektromobil bilan, ikkinchi o'rin sohiblari nufuzli chet davlatlarda muddatli malaka oshirish imkoniyati bilan, uchinchi o'rinni egallagan ishtirokchilarimiz esa pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Bu tanlovlarga biz qarib qoldik-ku. Tanlovda 40 yoshdan oshmagan o'qituvchi professorlar va amaliyotchi muhandislar ham ishtirok etishi mumkin. 40 yoshgacha 37, 38, 39. Albatta uddalaymiz. Arizalarni qabul qilish joriy yilning mart oyi oxiriga qadar davom etadi. Ushbu havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar olish uchun rasmiy sahifalarimizni kuzatib boring. Qo'shimcha savollar tug'ilsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Tog'a? Ha? Hajiyan, qalaysan? Yangiliklar yo'qmi? Yangilik yo'q-u, lekin elektromobil bor. Voy! Mashinang ham ja allambaloyu, ha? Mana mashinaligan bo'lding. Ha. To'y qachon endi? Qachon? Xo'p,